Assalomu alaykum ahli Tojikiston. Tojikistonlik birodarlar, qadrdonlar umra safariga bormoqchi bo'layotganlar. Sizlarni bilamiz, 5 kishi, 10 kishi, 20 kishi bo'lib umra safariga borasizlar. Ko'pchilik bo'lib. Bitta bosh odamlaring bo'ladi, sizlarni yig'adigan. Shunaqangi odamlarga mana shu video tashlaylar. $1000, $1050, $1100 umra safariga boryapsizlar ekan. Endi biz sizlarga chegirmalik qilib arzon narxlarda qilib qo'ydik. Xudo xolasa mana shundan foydalaninglar. Ko'pchilik bo'lsalaring telefon qilinglar. Eng asosiyini aytaylikmi sizlarga? Vizalaring bo'lsa $885 dan iyul oyiga. Vizalaring yo'q bo'lsa $985 dan. Arzon narx qilib berdik, to'g'rimi? Mana eng arzon internetdagi narx bizda. Endi shu bilan cheklanmaylik-da, sizlarga imkoniyat qilaylik. Ya'ni bir kun oldin Tojikistondan kelasizlar. 30 kishi bo'lsalaring 30 ta odamga gastitsalaring to'lovini o'zimiz to'lab beramiz. Bir kun gastitsada xotirjam damda olib chiqasizlar. Ertasiga yaxshi bodri bo'lib umra safariga uchasizlar. Mana ahli Tojikistonliklarga bizdan katta chegirmali narxlar, xudo xolasa aziz vatandoshlar, Tojikistonliklarga yuborib qo'yinglar. Tojikistondan ko'rayotganlar ekrandagi raqamlarda WhatsApp 24 soat aloqada. Telefon qilasizlarmi, yozasizlarmi, Telegram orqalimi xizmatdamiz. Aloqaga chiqib foydalaninglar. Ajoyib narxlar. Keyin aynaqa 50 boshlar, misol 50 ta odam qilib o'zim olib borib kelaman deydiganlar, hamkorlikda ishlamoqchi bo'lganlar, odam qiladigan Tojikistonlik akalar aloqaga chiqinglar. Hamkorlarga narxlarimizni go'zal qilib beramiz, xudo xolasa. Sizlarga yangiliklarni, sharoitlarni ham bexijolat qilib beramiz. Eng asosiysi ahli Tojikistonlik yurtdoshlarimiz, qardoshlarimiz bo'ladi. Centrum Holidays rasmiy litsenziyaga ega firma, litsenziyalari bor, xudo xolasa. Eng asosiysi sharoit qaranglar. Makkada 2 kilometr bas. Madina Munavvarada 200 metr, Makka Mukarramada 700 metr masofadagi gastitsa. Piyoda haramga 5 mahal namozga kirib chiqsalaring bo'ladi. 10-12 daqiqalik piyoda yuradigan yo'l. Xudo xolasa bitta avtobus ham qo'yib berganmiz. U avtobusda ham bemalol kirib chiqib tursalaring bo'ladi. Albatta, xudo xolasa Madina ziyoratlari, Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza Sharif, Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi. Yana shu qatori ziyoratlar Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, undan keyin Savr g'ori, Hiro g'ori, shu qatori ziyoratlar, Qizil dengiz sayohati, xudo xolasa barchasi 10'da ketadi. 50 boshlarimiz O'zbekistondan birga borib, birga kelishadi. Aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalaringni beramiz. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlarini hadiya sifatida taqdim etamiz. Xudo xolasa, endi Toshkentdan reyslarimizni tanishtirib o'taman. 14-iyul Toshkent-Jidda yo'nalishdagi reysimiz $985 dan, vizalaring bo'lsa $885 dan. Bunga ulgurmaymiz deganlar 21-iyul, 28-iyulga $985. 995 degani ham xijolat bo'ldi. $985 dan bir kun oldin kelasizlar, gastitsalarini ham o'zimiz chiroyli qilib hal qilib qo'yamiz. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, aziz birodarlar, qardoshlar, tojikistonliklar, bir-birlaringga video jo'natinglar, arzon narxdan bilishsin, xalqlaring boxabar bo'lsin, biz bilan aloqaga chiqsin, chiroyli narxlarda qilib beraylik. Xudo xolasa Tojikiston Bapesh aloqaga chiqinglar. Bundan tashqari agar Farg'ona qulay bo'ladigan bo'lsa, Farg'onadan 15-iyulga $995 dan, 22-29-iyulga $1025 dan Farg'ona Jidda reyslarimiz ham bo'ladi. Aloqaga chiqib to'liq ma'lumotlarga ega bo'lsalaring bo'ladi. Aytib o'tgandek, odam soniga qarab qo'ldan kelgancha chegirmalarimiz qilib beramiz.